Xo'p, assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Sog' salomat. Xo'p, barcha bemorlarga Alloh shifo bersin. Mana shu kishi Islomxon akamizni davoladik. Davolaganimizdan keyin o'zlari bilan suhbat qilamiz. Suhbatlarni eshitib shu bemorlarga, ya'ni mana shunday bemor bo'lgan insonlar faqat niyatlari, ularning orzulari faqat yaxshi bo'lish, o'sha sog'liklarini tiklab olish, boshqa hech nima kerak emas. Shu akamizdan Islomxon aka o'zingiz chiroyli qilib. Xo'p, qalaysiz endi davolagan? Assalomu alaykum. Ahvolim yaxshi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Shikoyatim yo'q, Xudoga shukr. Oldin sizni nima bezovta qilgan? Mana o'sha qaltiroq, bezgak, yota olmasdim, yaxshi dam ola olmasdim. Beqog'anab, qaltirab o'zimni ushlab qola olmasdim. Hozir Allohga shukr ancha yaxshiman. Xudoga shukr. Mana bu shunchalik bo'lar ekanman. Uxlashlaringiz qanaqa edi oldin? Uxlashlarim yaxshi emas edi. Yaxshi uxlab, yaxshi tura olmasdim. Ishlashlaringiz-chi, qo'l oyoqlaringiz ishlashlari? Ishlashlarim ham uncha tuzuk emas edi. Hozir ancha yaxshi. Xudoga shukr. Xo'p, o'zgarish demak bor, ha? O'zgarishlar bor, ha. Sezdingiz o'zingizdan? Ha, juda ham yaxshi. Ilohim bundan ham yaxshi bo'lsin. Xudo aytganingiz kelsin. Xo'p, bemorlarga nima deysiz? Yaxshi bo'lasizlar, tuzal, ya'ni orzu ixlos qilinglar, niyat qilsa, niyat qilinglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr. Mana o'zimni yaxshi his qilyapman. Yomonligini bo'lmadim, qaltiroq bo'lmadim, boshqa bo'lmadim. Ixlos qilinglar. Inshaalloh sizlar ham tuzalib, yaxshi bo'lib ketasizlar. Xudo xolasa. Xo'p. Ertaga ana bugun chorshanba hijama qilib bo'lmaydi, ertaga hijama qilamiz yana. Yana hijama qilib, Xudo xolasa davolaymiz, zo'r bo'ladilar. Inshaalloh. Barcha bemorlarga ham Alloh shifo bersin. Sizlarga qanaqa dardlaringiz bor, qanaqa dardlar sizni qiynaydi, qanaqa bemorlik sizni qiynaydi, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegramda ham bemorlar, xastalar, katta qariyalar va yoshlar, kichik bemorlarga xizmat ko'rsatish nimalarimiz bor bemalol. Hamma ishlarimiz, albatta hujjatlarimiz joyida. Hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Barchalaringizga Allohdan sog'lik tilayman. Sog'likni va tinchlikni qadriga yetaylik. Sog' bo'linglar. Rahmat.